Viloyat soliq boshqarmasida tuman, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari huzuridagi fermer xo'jaliklarida buxgalteriya hisobi va hisobotini yuritish markazlari xodimlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Sir emaski, bundan bir necha yillar oldin fermer va dehqon xo'jaliklarida buxgalteriya hisob-kitob yuritilishida ma'lumotlarni umumlashtirish, belgilangan me'yor va normalar asosida olib borilishi, ularning shaffofligini ta'minlashda anglashilmovchiliklar hamda kamchiliklar kuzatilar edi. Prezidentning 2018-yil 2-iyuldagi fermer xo'jaliklarda hisob tizimini tubdan yaxshilash va ularga bank xizmatlarini ko'rsatilishini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan avvalo fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari buxgalteriya hisobi va hisobotini yuritishda aniq mexanizmlar ishlab chiqildi. Tadbirda markaz zimmasiga yuklatilgan vazifalar va ularning ijrosi xususida fikr yuritildi. Qolaversa, har bir fermer xo'jaligining soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim qilishlari va ishchi xodimlarning daromad soliqlarini to'g'ri hisoblab taqdim qilishlari bo'yicha tushuntirishlar berildi.